yıl o'tibdi. 30 yil o'tganda mana hozir ko'rib ko'zlarim shunday xursandmanki, hammalaringiz ilmli, bilimli, hayotda o'z o'rnlaringizni topgan o'g'il-qizlar bo'lib yetishibsizlar, insonlar hayotga, jamiyatga foyda keltiradigan aziz insonlar bo'lib yetishibsizlar. Bundan biz juda ham xursandmiz. Masalan, sizlarga endi rahmat taklif qilganlaringiz uchun juda ham boshimiz osmonga yetdi. Ilohim har biringiz uyingda bola chaqang, umr yo'ldoshlaring bilan baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar. Ishqilib, yigitlarni yigitlarni qo'llasin. Qizlarga omad, yaxshi Ilohim bizni yoshimizga kirib yuringlar. Mana hozir 70 yosh ustida mana hozir men juda xursand bo'ldim eshitib, juda xursand bo'ldim, lekin yana ham chaqirsalar, mana bu bir opalaring aytganday, mana shu ko'zimiz ko'rib tursa, yuragimiz urib tursa, oyog'imiz yurib tursa, Xudo xohlasa yana uchrashish siz bilan bizga nasib qilsin. Allohim bizlarni qo'llab-quvvatlasin. O't bolasidan, suv bolasidan, tuhmat bolalardan asrasin. Dunyodagi bo'layotgan voqealardan O'zbekistonimizni, yurtimizni asrasin. Allohim tuzalmas dardlardan, bevaqt o'limlardan sizlarni har doim asrab yursin. Bolalaring baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Davlatimiz baxtiga sog'-salomat, ota-onalaring baxtiga sog'-salomat va bizlarning baxtimizga sog'-salomat bo'lib yuringlar. Sizlarni ko'rib, eshitib har doim xursand bo'lib yurish bizga har doim nasib qilsin. Rahmat. Toshlar, domlalar, hurmat uchun hammamiz turib bitta qarsak urishardi. Shuncha mehnat qiladi. Zo'r qarsak olib o'tirishadi. Rahmat. O'tirib qo'ying. Yo'q, ustoz, to'xtab turing, ustoz. Ustoz, keling. Ya, endi bitta narsa so'ramoqchiman. Ustoz, maktab payti qaysi o'quvchingiz yigitlardan ko'proq urushqoq bo'lgan? Qaysi birini ko'proq quloqdan tortib olib kirgansiz darsga? Bozorboy Peshvo'rdanmisan? Bozorboy. Mana shu bilan quloqqa bari kattaman. Shunchalik tortganman. Mayli, endi kataradigan vaqt yetdi. Bir kuni hamma bu gapni eshitgan bir mollaga savol berdim. Osiy degan so'zning ma'nosini nima? Aytinglar dedim. Osiy bu yerda javob berilgan ekan. 10 kundan keyin meni ko'rib ekan. Osiy degan mandasi Xudoning, Allohning beradigan narsasi. Shundan rozi odamlar osiy banda bo'lar ekan. Ana shu hamisha osiy banda bo'ldilar, osiylikni yo'lda tutdilar. Xudoyim sizlarga beraversin. Rahmat.